Har bir avtomobil g'oyadan boshlanadi. Qog'ozga chizilgan oddiy bir chiziqdan. Bir kun kelib harakatga aylanishi mumkin bo'lgan fikrdan. Ko'chalarimizda harakatlanayotgan har bir avtomobil ortida yuzlab mutaxassislar mehnati va minglab operatsiyalar mujassam. Iqtisodiyotning liberallashuvi va dunyoga ochiqlik O'zbekiston uchun bir qator sohalarda, ayniqsa avtomobil sanoatida mintaqaviy markazga aylanish imkonini yaratmoqda. O'zbekistondagi bor tijorat avtomobilining har 5-chisi bizni zavodda ishlab chiqarilgan. Odamlar bu yerga faqatgina ishlash uchun emas, balki O'zbekistonda ishlab chiqarilgan degan missiya hissi uchun keladilar. Sam Avtoning kuchi shubhasiz uning ishchilarida, kompaniya merosida va uning boy tarixida.